Assalomu alaykum hammaga, xayrli kun. Qizlar, bugun sizlarga Oriflame'dan olgan sovg'alarimni obzor qilib beraman qisqacha. Mana ko'rishingiz mumkin, bu yerdagi hamma sovg'alarim hozir qo'limda qolgani bular. Bulardan tashqari qancha parfyum, atirlar, qancha mahsulotlar, ularni sotib olganman. Qancha kosmetikalar. Mana bu pomada go'zak, bu ikkinchisi, bittasini hozir o'g'lim tutyapti, ikkinchi yil tutyapti. Sifati shunaqa zo'r. Buni serdichkalarga olganman qizlar. Bu sovg'alarni sponsorlarim tomonidan qo'yilgan, shartlari bajarilgan sovg'alar bular. Qozon nabor, uni ochmadim, orqada bu pichoq nabor kompaniya tomonidan qo'yilgan, uni ham olganman. Birinchi mana shu Polaris tovar o'tkazib yetib olganman. Buni ham rekruting shartiga qo'yilgandi qizlar. Polarisni mana bunaqa asalcha krujkachasi qizlar, buni qopqog'i ham bor mana. Xuddi rasmda qanaqa bo'lsa xuddi shunaqa. Buni hozir ularni salafanlarga o'rab olib qo'ygandim, lekin hammasini sizlarga ko'rsataman. Bittalab ochdim qizlar. Mana bu sumkani ham olganman, kompaniya tomonidan qo'yilgan. Mana bu shopper sumkani ham olganman kompaniya tomonidan. Mana bu shirin kladchi Zuhra opam Misrga borganlarida olib kelgandilar yigitlikdan qizlar. Shunaqa esdalikka bu Misrdan kelgan. Bu kosmetika ham. Bundan уже bu 3-simi 4-inchisi qizlar. Bundan sotib oldim, qanchasini qadarga qildim. Men buni bu kosmetikani sizlarga ochib bermasam bo'ladi. Buni bu kompaniyaga taklif qilgan o'rtog'im Ziyoda hadya qilib bergandilar. Mana rangi ham shunaqa sochniy asal kosmetika qizlar. Juda yaxshi ko'raman shuni. Keyingi sumkamiz bu sayohat sumkasi qizlar. Eko koja va zo'r. Buni ko'p tanishlarimiz biladi. Mahsulotlarim ko'payib ketgan vaqtida shartta shuning ichiga sovg'alaman. Ancha narsa ketadi qizlar. Shartta borib sotib kelaman klientlarimga olib. Buni ham Ziyoda o'rtog'im shart qo'yganda, o'shanda bajarganman. Rosa yaxshi ko'rib tutaman buni ham, hozir ham tutaman qizlar. Buni yaqinda bargini solib qo'ygan sovg'alar bular. Mana bular sumkacha, buni ham shartini bajarib qo'yganman. Asalligini qaranglar. Bu chopper, mana. Bu chopperni ham ishlatib turaman. Уже 3-4 marta ishlatdim. Yonida buni tifalam bor edi, tifali ishlatib yubordik o'sha qizlar. Eng yaxshi ko'rgan, eng xursand bo'lgan sovg'am bu обязательно sayohat chamadoni. Qaranglar, bu sayohatga borishimni kutyapti qizlar. Tirishini qaranglar. Ranglari ham shunaqa zo'r, o'zimga shunaqa yoqqan. Buni topam sovg'a qilganlar, buni shartlarini bajarganim uchun. Qizlar, bizning kompaniyada ishlasanglar shunaqa uylar sovg'alarga to'lib ketadi. Bu hali hammasi emas deb aytdim qizlar. Yaqinda o'tgan katalogga rekruting shartini bajarganim uchun kompaniya tomonidan yana bitta asal sumka kelyapti. Kutinglar, uni ham обязательно tashlayman videolarini. Bu yoqda bo'lsa mana komandamni hali qizlarini sovg'alarini olib ketishmadi, turibdi. Dastavka qilib berishim kerak, bittasi Zangitada, bittasi Yangiyo'lda. Mana hammasi turibdi. Multivarka bilan qozon nabori kutdik. 2 kun oldin keldi bular ham. Ustozlarimiz qo'ygan sovg'alari. Endi egalariga berib olishimiz kerak. Qizlar, komandamga qo'shilinglar, taklif qilaman. Uylar shunaqa sovg'alarga to'lib ketadi. Mazza qilib ishlaymiz qizlar, jamoamiz va zo'r.